Instagramda ba'zi aka-ukalarni ko'rib, bular oyda tug'ilganmikin deyman. Oydan tushgan bo'lsa kerak, yo Teplisida katta bo'lganmi bu bolalar deyman. Bir-biriga mehr oqibat shuni, yo ukasi rak bo'lsa kerak echaman, yaqinda o'lsa shuncha Ilyos, men qarang, shunaqa mehr akasi ukasiga ukamga deb turib yozuvlari bilan mashina podarka qiladi. Spetsialni ukasi uchun-da. Men akam ham spetsialni men uchun popon sovg'a qilgan mashetimga, popon deb urgan bu. Boshqalarga yo popon qo'yishni bilmayman deydi, ammo menga kelganda mana shu yerda tortish qonuni ham birga ishlaydi qo'li bilan. Bitta popon qo'yib boshni razvaladan chiqarib kepka kiysangiz mana shu zazor bilan turadigan qilib qo'yadi. Shunaqa mana sartaroshga kirganingizda ukam mana yerda chuqurcha bor ekan. Pitlaringizga qabrga oldingizmi deydi. Yo'q, aka 5 yilcha ko'proq yotib qolganman. Siz qanday bu 5 yildan sumaydi, mana shu yerga qoqib qo'yishganmi-ku, qanday qilib? Doktorga borib, doktor miyam desa chayqalib qolibdimi? Siz yo'q, chayqalmabdi, aylanib ketdi boshqa tarafga. Birinchi marta odamning peshonasida varikoz ko'ryapman deydi. U tashindan bilar. U mayli, undan oldingisi yomon edi. Aylanib turib, mana shu razvorot bilan masharimga quloq aralash deb bo'ldi. Oz qolgan masjid eshigini salapan ochib o'tiradigan bo'lib qoldi.